Качок! Sağ ol. Çıkar küçük. Ha. Kokamanam değil mi? Gitti mi? Zokir aka biza baxtli bo'la olmaymiz. Nimaga? Pacham akang kim bilan telefonda gaplashyapti? Qizchasi bilan. Yana gaplashyaptimi? Ha. Men sizga xiyonat qildim. Yonangga tut. Tut oyoqdan tut. Oyoqdan tut. Tut boshqa. Seni kech. Sen va o'zingga bos. O'zingga bos. Bitta qiz uchun ham shunaqa qiladimi? Kalla pallanga ishing bormi? Qurtladingmi, ha? Kuturmadingmi? Kuturashdingmi? Nima bo'lib ishlayapsan? Tushunmayapsiz. Men undan boshqasi kerak emas. Men uni sevaman. Ana. Nima bu? Zahratun fast foodni Qorako'l filialidan 3 ta pizza zakaz qildim. Nima qilasan 3 ta pizza olib? Shuncha pul xarajat qilib. Odada qimmat emas, 3 ta pizza atiga 119 ming so'm. U yerga oilaviy borib ovqatlansa ham bo'ladi, yon tarafda supermarket ham bor, uyga ro'zg'or qilsa ham bo'ladi. Tushunyapsizmi? Vo'ytxay bacham akang chaqirib chiq yeymiz birga. Chaqirmayman uni, quturgan u. Nimaga? Bilmayman, bir oydan beri qaram, xonaga kirib chiqmayapti ham. O'zing kirib chiqayotgan o'zi? Qarang. Bacham? Tur! Go'lik o'ylab bu. Elarni chopish kerak. Ma'no qatordami? Qanaqa ma'no qator hammasini chopish kerak. Tog'a buni oxiri ko'rmayapti-ku. Ha, ko'zing ko'rgan joyga chopib, qolganini yana ko'rsataman. Taksi chaqirib qochamizmi? Navigator ham topolmaydi bu joylarni. Eshityapman. Ha, shu qornimni g'uldir qilgandan eshsiz yaxshi bo'lardi. Uxlama. Butlarim o'sib ketdi. Charchadinglar-a? Behruz, akangdan qo'rqasan. Qani bitta sparring tushib ko'ringlar, turta, davay. Davay. Ket. Yaxshi. Voy, to'xta. Kurashga yo'q. Qor. Kurashga yo'q. Voy, otma akangga tek, otma. Otur. Ayanga aytaman, tog'am ursuryapti deyman. Menga qara, ayangga aytmagin, o'zim tovuq sho'ri qilib beraman, bo'ptimi? Yo'ma belisimu pizza yegim kelyapti. Qimmat. Doktor bu, mana shu dorini aytsa bo'yingiz o'sadimi? Ulim, hammang bo'ying o'sadi, faqat yatak qimmatda. Meni ham bo'yim o'sadimi? Cho'ngni ham bo'ying o'sadi. Pullar mo'moyi. Abitdan keyin tovuq kelamiz pullar. Bo'ldimi? Mayli.
Mana sizlar meni ko'p kunduz kuni erkak kishi uryapti xotin qizlar raisiga. To'xta. Hammasini ol, belli. Uydan o'chsang belli. Chekaga o'tiraman. Akalar, adolat bormi yo'qmi? Mana bu mol meni shoklamoqchi bo'libdi. Mollar pasport oldigani hamma huquqqa ega degani yo'q-ku. O'g'lim, bularda puli yo'q-ku, nima qilyapsan? Pasporti borku kredit olamiz nomiga. Akalar, mana molla borku, o'g'limni, guruhga voy bo'lib turib sho'g'lamoqchi bo'lib yotdi. Qaraysizlarmi, qaramaysizlarmi? Yana bitta do'rib kelsa borku, uchuvchi ham ishlarga o'tib ketadi, yurib ketar bag'ay. Yana bitta deyapti-ku. Kimni tushiramiz endi dada? Doktor bu, 2 oylik qayerdan urasiz opamga? Mana bu tomirda uramni. Mana opamni qo'lda ushlayapti. Ustunlardan qarasa mumkinmi? Shu adolatdanmi? Bularga men kulyapman. Mana dadamga hozir kuch qo'ydi. Shu adolatdanmi? To'g'ri tushundim. Men oberaman, buyurdi, stop. O berasanmi? Ha, oberaman. Ishlayapti. Yaxshi. Bo'lsinlar bo'lmasa. Uydan o'chirasizmi? O'chiraman, o'g'lim dorini uring keyin o'chiraman. Bo'ldi. Ketdik gulim, ketdik. Hoplading, o doktorda. Bilasiz-ku dadam mana. Ha, dada tinchlikmi? Biz ishlarimiz to'g'ri emasmi deyman o'g'lim. Qara, moshina ham ro'g'irlik. Xudoga ham xush kelmayapti-da shu ishlar. To'g'ri aytasiz. Mana shuncha 2 oylik olgan bo'yim o'smadi. Belli o'g'lim. Necha ishlarni qayta qilmaymiz. Nima demadi? To'g'ri. O amaki, nima qilyapsiz to'xtab turgan mashinani urib? Ulim to'g'irlab beraman. Qanaqa to'g'rilab beraman? Yangi mashina edi, yangi olib berasiz menga. Uncha pulim yo'q hozir o'g'lim. Qanaqa pul? Mana Qarshi avtomillionga boshlang'ich 10% dan xolagan mashinangizni beryapti. Xolasangiz, mana bu eski mashinangizni olib borib bersangiz, yangisiga almashtirib ham beradi. Barter deysizmi? Boshlang'ich to'lov deysizmi? Luboy olib berasiz. Ulim bitta qo'limdan tortdi. Mana. Mana meni qo'limni qayra. O'zi to'liga emas sizga. O'zingizni ko'chani yutasiz, urib yotdi. Kuchuklar uryapti. Qaraysizlarmi, qaramaysizlarmi? Dada bu ishni taylaymiz dedi-ku. Bugun kech bo'ldi o'g'lim. Ertaga taylaymiz. Mana urib yotdi. Aka. Ha. Tepaylamisiz? Dada. Men bachalar bilan kontrakt olib kelay. Menga yordam bermaysan, bacham? Ro'zadaman-ku dada. Ro'zadagi odam ishlamaydi. O ketdi kontrga. Ha. Sizlar ro'zan bachalar? Ha. Kim aytdi sizlarga ro'za tutgan odam ishlamasin deb? Bu uydagilarga yordam berish kerak, ibi savob bo'ladi, bachalar. Davay. İftorlik mendan bugün. Qancha? Yerim bor deb turgansizmi? O'g'darish kerak degansiz-a? 3 ta ishchi bor, 3 ta. Suyutig'i 180 mingdan. Faqat pulini men bilan gaplashasiz. Aytgan bo'lsang kelmaydik yoniga. Hay masalalar keldim. Og'a chiqmay ekan nima aytmaysan? İftorlik bugün Bellissimodan. Ana, uzotinglar qani? Baba mana Bellissimo pizza buyurdi. Dastlabki aytasan, sirasi keltirib beradi bachalar. Hozir mana 3 xil Ramazon siti bor ekan bularda. 1 kishilik, 2 kishilik, 4 kishilikgacha bor ekan. Ertalabki 11 dan yana ertalabki 5 gacha ishlaykan bular. Yana bularda bitta foydali tarafi bor ekan. Kim Ramazon sitini xarid qilsa, 5% vaqf fondiga o'tkazilar ekan. 5%. Yaxshi. Tushundingizmi? Davay qo'qinga. Olimdan, davay oching. Dada, hamma ishlar etib bo'ldik. Iftorlikdan keyin jo'rlarim bilan kontrakt borsak bo'ladimi? İftorlikdan keyin ana bu tepa svit yoqib beraman, kirpich toshisizlar.